Prezidentimiz samolyotdan tushishini sizlar ham ko'rdinglarmi do'stlar? Bugun 29-yanvar O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi Turkiyada bo'ldi. Prezidentimiz boshchiligida borgan delegatsiyani Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on o'zi to'ylar muborak sadosi ostida kutib oldi. Avvalam juda ko'p marotaba ko'rganmiz, Turkiya prezidenti O'zbekiston she'riyatiga, O'zbekiston san'atiga juda ham iliq munosabat bildirib, ko'plab sammitlarda O'zbekiston she'rlarini o'qib keladi. Nima ham deymiz do'stlar, davlatlarimiz orasidagi bunaqa iliq munosabat yana ham mustahkam bo'lishini tilab qolamiz. Merhaba aşkım.